Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Ticaretçi Adil Abduqadirning guvohligi hammaning diqqatini qo'zg'adi. 20 sentabr Türkiye İstanbul'da yaşayotgan ticaretçi Adil Abduqadir Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida guvohlik berib, xalqaro axborot sohasining diqqatini qo'zg'adi. Yaqinqi mezgillarda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish, yushurun irqiy qirg'in qilish qilmishining kuchayishiga ergashib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar vatandagi urug' tuqqanlari bilan aloqasi uzilib qolganlikdan ba'zilari ijtimoiy taratqularda o'z ahvolini anglatdi. Ba'zilari xalqaro organlarga arz qilish, shundaqla nupuzli axborot vositasi bilan ota-ona va bola chaqalarining izdirikini qilishga boshladi. Bularning jumlasidan İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan Adil Abduqadir apandi Istiqlol televiziya bo'limimizga kelib, ekranda guvohlik berdi va Xitoyning o'ziga va oilasiga qilgan ig'ir zulmini fosh qildi. U suhbat jarayonida Xitoy rejimi onam Patamxon Mamatni sababsiz tutqun qilib 10 yil, akamni 5,5 yil kesibatdi. Singlimni so'roq jarayonida qiynab o'ltirdi. Farzandlarimni so'ygu yaslisi deb nom qo'yib olgan bolalar lageriga elib ketdi deganlarni bildirdi va o'zining 2017-yili 3-oyda ayoli bilan birga tug'ilish oldida turgan bir jonni Xitoyning ziyonkashlik qilishidan saqlab qilish, Xitoyning atalmış planlıq tug'ush siyosatining qurboni bo'lib ketmasligi uchun Turkiyaga kelganligini, asli planida bola tug'ilib bir qancha oy o'tgandan keyin qaytish plani borligini, ammo ular Turkiyaga kelib qisqa vaqtdan keyin vaziyat qattiq o'zgarib ketganligini, Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilishga boshlaganligini aytdi va oilasiga kelgan musibatlarni bildirib mundaq dedi. Onam bilan aloqa qilish orqali burunqi ayolimning 20 yil, akisining 5,5 yil kesib etilganlik xabarini angladim. Shuningdan keyin vatanga qayta olmadim. Xotandagi Xitoyning qo'rchoq sud doiralari onamni atalmış asabiylik jinoyati bilan ayblab 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qildi. Urumchidagi o'z uyimda 4 bolamni beqivatgan onamni, bolalarimning hammasining Urumchi nupusi bo'lishiga qaramay, onamni Xotan nupusi ekansan deb Xotanga haydavatdi va turmaga elib 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bolalarimni bo'lsa Xitoy rejimi so'ygu yaslisi deb atab olgan bolalar lageriga elib ketdi. Ayolim bolalarimning ahvolini bilgandan keyin ichki pushuqida nervi kasaliga giribdor bo'lib qoldi. O'z oilamning beshiga kelgan bu xil jazolanish va tutqun qilinish fojiasi barliq Sharq Turkiston xalqining beshiga kelayotgan o'rtaq fojia bo'lib qolganligi nihoyatda aniq. O'zimni elib etsam, men hech qanday jinoyat ishlab boqmadim. Hamma ishlarim qonunliq bo'ldi. Her yiliga Xitoy davlatiga nurg'unlagan boj to'lab kelayotgan bir tijoratchiman. Xitoy o'zi bergan qonunliq pasport bilan chet elga chiqdim. Ammo Xitoyning zo'ravonligidan qo'rqib, vatanga qaytishga jur'at qila olmay turib qoldim deganlarni bildirdi. U suhbat jarayonida yana Xitoy doiralariga xitob qilib, agar Xitoy qabul qilsa, gunohsiz narsida bolalarimni qo'yib bersa, 10 million dollardan ortiq mol-mulkimning hammani Xitoyga berib etaman. Hatta u gunohsizlarning qo'yib berilishi badaliga meni qaytib kel desam-o, men atili bilet elib ketishga roziman deganlarni bildirdi. U so'zning oxirida Turkiyadagi ijtimoiy taratqular orqali bolamni qaytirib ber temasida imzo qo'yish faoliyati boshlaganligini, 10 ming kishi imzo qo'ysa Turkiya parlamentiga topshirilib, Turkiya parlamentida bu masala o'ttirg'a qo'yilishi mumkinligini bildirib, men butun 7 milliarddan ortiq insonga xitob qilaman va ulardan menga yordam qilishini talab qilaman deganlarni bildirdi. Adil Abduqadirning Xitoyning qo'lidan oilasini va o'moq farzandlarini qutqizish yo'lida boshlatgan faoliyatlari Associated Press va France 24 kanallarining diqqatini tortib, tafsiliy holatda maxsus ziyorat xabari berildi. Endi men o'ylaytma, insoniyatning o'rni har qanday hokimiyatning ustun turdi deb qaraytma. İnson bayada mehr shafqat bu, istoshlik bu. Shunga mening ayolimning, bolalarimning onasining, mening mushu onam 4 balam bilan birga yashash sharoiti yaratib berish uchun 7 milliarddan ortiq 8 milliardga yaqin insonga murojaat qildim. Kallam işlemiga ishlamadi. Men bu musibatga bardoshlik berdim. Ayolim kapıksızın mesele chiqib mendan ayrılib ketdi. Men bir o'g'lim 20 yoshga kelgan o'g'lim bilan birga yashayapman. Buni shunda davomlashtirdim. Hattoki
Xitoy hukumati bu bolalarım üçün sen cezanı sen öteyse dese, bolalarımның cezası bo'lsa, meningcha bo'lganda 8 yosh kirgan, cho'ng kichigi 3 yosh kirgan bu bolalar jinoyat o'tkazmaydi. Bizning Xitoy qonunida jinoiy javobgarlikni o'z ustiga olgan bolalar emas, xo onasining, xo dadasining qandoqda hech kimning jinoiy javobgarlikni o'z ustiga olgan yoshdagi bolalar emas. Balamni Türkiye'ye açık verip men bilen yoki anası bilen birlikte yaşaş fursatı berse Xitoy. Hatta ki men 10 milyon dolarlık mülküm var. Hollanda resmiyetlerden tatip var. Xitoyga bertmen. 10 milyon dolarlık mülküm var, yurtda qolib qolgan. Şunu Xitoyga bertmen. Muhammed Salih Damollamning bütün ailesidagilarning tutqun qilinganligi ilgari surildi. Erkin Asiya Radiosu'nun xabarda bildirilishicha, ataqliq diniy olim marhum Muhammed Salih Damollamning bütün aile tavabiat va urug' tuqqanlarining tutqun qilinib, turma yoki yig'ib olish lagerlariga qamalganligi ilgari surilmoqda. Muhammed Salih Damollamning Qatarda o'qigan qizi Nazira Muhammed Salih va uning yo'ldoshi ataqliq shoir Adil Tuniyaz va urug' tuqqanlarining ahvoliga doir voqeadan xabardor kishilarning bildirishicha, Xitoy rejimi 2017 yili 12 oyda Muhammed Salih Damollam bilan birli vaqtda uning qizlarini, o'g'lini, navri va jiyanlarini, urug' tuqqanlarini birdek tutqun qilgan. Navbatda ularning qaysi lagerda yoki turmada ekanligi haqida hech qanday uchur yo'q. Muhammed Salih Damollam va uning qizi Nazira Muhammed Salih bilan 18 yil qo'shni o'ltirgan hozir Turkiyadagi Belqiz xonimning bildirishicha, doirlar Damollamning qizi Nazira Muhammed Salih bilan uning yo'ldoshi Adil Tuniyazni tutqun qilgandan keyin ularga terrorlik va diniy ashqullikni targ'ib qilish jinoyati ortgan. Shundaqla ularning 19 yoshlardagi Imron ismli cho'ng o'g'lini tutqun qilib, qolgan o'g'illarini bolalar paravonlik o'rinlariga o'tkazib bergan. Belqiz xonim muxbirga Nazira Salih bir avlodning izbosari, olim qiz bola edi. Bolalari bilan tutib ketdi. Imron ismli bir o'g'li bordi. Umi Beyjingda bir maktabda arab tili o'qiyotgan. Unimi Beyjingdan tutib ketibdi. Uning izdiriki yo'q. Qolgan 3 o'g'li ya turmadimi yoki yig'ib olish o'rinlaridami hech kim bilmaydi ekan. İmran, İqbal, İhsan, İlyas Tötilisininki izdiriki yo'q. Kichik ikkisini Xitoyning balalarini boqadigan yeridikan deb angladik. Lekin uni hech kim rasmiy ko'rgani yo'q. İhsan degan o'g'li 16 yoshga kirgan bo'lib o'qiydi. Bu yil 2-3 oylarda uni soqchilar maktabga opirib akilib etibdi deb anglagan. Ammo hozirgacha xabar ololmadik. Eng kichiki İlyas 3,5-4 yoshlarga kirgan. U baktatliq bola edi. Uni shu Xitoylar o'zi beqib etibdi deb angladik. Ammo nada beqivatganligini hech kim uqmaydi. Hatto turma gundupaylaridan Naziradan umid kutmanglar degan xabarni anglag'ili 7 oy bo'lganligini bildirdi. Belqiz xonim Nazira xonimning hammasi Anisa xonimning Nazirani Udulli turmaga elib ketibdi. Qaysi turmaga aketganligini bilmaymiz. Lekin shu Mechvandagi yig'ib olish o'rnidagi bir soqchi Nazira Odillardan umid kutmanglar deganni biriga deganligini bizning anglashimizcha Xitoy asabiy din tarqatquchi terrorchilarning beshi deb bekitibdi deb angladik. Balkim ularni ig'ir kesib etishi mumkin yoki ularning izini yo'qotib etishi mumkin deb hozirga qadar o'lik tirikligini anglamadik degan. Atalmish Xinjiang Universiteti Xitoy tili institutining o'qituvchisi Asiya Muhammad Salih Damollamning 3-bolasi. Najib Muhammad Salih bo'lsa Damollamning otishdagi cho'ng o'g'li bo'lib, ularmi 2017 yil 12 oyda Muhammad Salih Damollam tutqun qilinganda tangli tutqun qilingan. Belqiz xonimning bildirishicha, Asiya va Najib Muhammad Salihlarning hozirga qadar hech qanday izdiriki yo'q ekan. Belqiz xonim Asiya dadasi bilan birga 2017 yil 12 oyning 25-kunlari kechasi tutqun qilinibdi. Mencha Asiya shu kecha yoki oldi keynida tutildi deyman. O Xinjiang Universitetining Xitoy tili o'qituvchisi Damollamning 3-bolasi edi. Najib Muhammad Salih dehqon edi. U Muhammad Salih Damollamning tunji bolasi bo'lib, Atush taxti yonda o'ltiradi. 4 qizi bor edi. Bir qizi Urumchida Moliya iqtisod universitetida o'qiydi. Anisa Salih Muhammad Salih Damollamning birdan-bir singlisi Urumchida o'ltiradi. Belqiz xonim yana Damollamning akasining o'g'li 80 yoshlarga kirib qolgan Mas'ud Hojim va 75 yoshlarga yaqinlashib qolgan ayoli Ayshamqiz Hojimlarning Urumchida turganligini, lekin burun turgan yeri otish bo'lg'achqa hammasini nufusi burun turgan yerga aketganligini, o'g'li Nur Muhammad Hojimning Urumchida Islom institutini o'qiganligini, ondan Yaman, Malayziya degan yerlarda o'qib, arab adabiyoti va hadis shunosligini o'qiganligini, 7-8 yildan buyon Beyjingda bir arab konsulxonasida ishlayotgan 30 necha yoshlardagi bola ekanligini,
unimi Beijingdan tutib ketib, hozirgacha uningmi nadiligi ma'lum emasligini bildirdi. Merhum ustoz Muhammad Salih Damullam 2017 yılı 12 ayda tutqun qilinib, yig'ivelish lageriga qamalgan va uzun o'tmay yig'ivelish lagerida Xitoy tarafidan shahid qilingan edi. Uning vafoti chet eldagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'ab, xalqaro axborot vositalarida keng xabar qilindi. Muhammad Salih Damullamning tutqun qilinib, yig'ivelish lageriga qamalishi, uning Qur'oni Karimni tunji qitim Uyg'ur tiliga tarjima qilishi xalq ichida yuksak obro'yga ega bo'lishi bilan munosabatlik deb qaralgan edi. İslam davlatlari rahbarlarining Uyg'ur musulmonlari uchrayotgan zulmga sukut qilayotganligi yana bir qatim o'ttirg'a qo'yildi. Mazkur maqola tunilgan jurnalist Tasnim Nazir tarafidan yozilgan bo'lib, u maqolasida Xitoy rejimi 1 milliondan ortiq Uyg'urni lagerga qamab, ularni dinidan voz kechishga qistayotgan, Uyg'urlarning insoniy haq-huquqlarini misli ko'rilmagan darajada dafsanda qilayotgan bir sharoitda islom davlatlari rahbarlarining nima uchun sukut turayotganligiga savol qo'ygan. Maqolada tuvandikilar bayon qilindi. Islom davlatlari rahbarlarining Xitoy raisi Xi Jinpingga Uyg'ur musulmonlarining vaziyati haqida besim ishiltishi uchun yana nimalar bo'lishi kerak? Xitoyning mablag'iga erishishdek manfaat istiki jon qayg'usida qolgan millionlarcha begunoh Uyg'ur musulmonlarini setib etishga sabab bo'la olamdi. Kishini afsuslantirdigani shuki, Misr va Saudiya Arabiston qatorliq davlatlar Xitoydan qochib chiqqan Uyg'urlarni tutib Xitoyga qaytarib bermoqda. Jurnalist Tasnim Nazir so'zida musulmon davlatlari rahbarlarini Xitoy rejimining siyosiy va iqtisodiy kuchi oldida tiz bukib, o'z diniy qarindoshlari uchrayotgan adolatsizliklarni ko'rmasga selib olmaslikka. Xitoy garchi dunyodagi muhim bir tijorat halqasiga aylangan bo'lsa-mu, ammo ularning Xitoydagi adolatsizliklarga yana davomli qarab turmaslikka chaqirgan. Xitoy Uyg'ur rayonida sayohatchilikning rivojlanganligi hamma ishning joyida ekanligini ko'rsatdi dedi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda millionlagan kishilarni yepiq tarbiya lagerlariga qamab, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligi dunyoga keng oshkorlanayotgan bir paytda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Uyg'ur elida hamma ishning joyida ekanligini ilgari surdi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang 20-sentabr kundagi axborot e'lon qilish yig'inida atalmish Xinjiangda hozir vaziyatning intayin muqimligini va kishilarning diniy erkinlikdan to'liq bahramand bo'layotganligini ilgari surdi. U buning isboti sifatida o'tgan 1 yil ichida Uyg'ur eliga borgan sayohatchilar sonining 100 milliondan oshganligi, bu yilning dastlabki 7 oyidagi sayohatchi sonining bo'lsa 78 millionga yetganligini ilgari surib, agar Xinjiang bexatar bo'lmagan bo'lsa, bunchalik ko'p Xitoy va chet ellik sayohatchi bormagan bo'ladi degan. Halbuki chet ellardagi kuzatuvchilar Xitoy rejimining 1 milliondan ortiq Uyg'urni lagerlarga qamab bo'lgandan keyin ondan ichkiridagi Xitoylarni hadab Uyg'ur elini sayohat qilishga undayotganligini, Xitoyning rasmiy to'rbatlarida Xitoy fuqarolariga Xinjiangga sayohatga berish orqali davlat siyosatini qo'llashni ochiq-oshkora chaqiriq qilganligini bildirdi. Reuters agentligimi o'z xabarida Xitoy rejimi garchi Uyg'ur avtonom rayonini eng yaxshi sayohat manzili deb tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, ammo rayonga borgan chet el axborot xodimlarining soqchilarning ig'ir ta'qiblariga uchrayotganligini eskartgan. Alibaba guruhi boshlig'i Ma Yun Trumpga bergan va'dasidan yenib oldi. Alibaba guruhi boshlig'i Ma Yun Donald Trumpga Amerikada 1 million kishiga ish fursati yaratib berish to'g'risida bergan va'dasini o'rindayolmaydiganligini bildirdi. TRT ovoz xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushining Amerikada 1 million kishiga ish fursati yaratib berish fursatining yo'q bo'lishiga sabab bo'lganligi bildirildi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarida elektronlik savdo to'ri bekiti Alibabaning qurg'uvchisi Ma Yun 2 yil burun Amerika prezidenti Donald Trump bilan ko'rishganda Amerikada 1 million kishiga ish fursati yaratib beraman deb va'da berganligini, lekin hozir bu va'dasini o'rindayolmaydiganligini bildirganligi eskartildi. Amerika bilan Xitoy orasida qo'zg'algan savdo urushining o'zining Trumpga bergan va'dasini o'rindayolmaydigan holatga keltirib qo'yganligini aytgan Ma Yun, o'z vaqtida Amerika bilan davlatim orasida savdo urushi yuz beradiganligini pamlayolmagan ekanman. Hozir ahvol o'zgardi, burunqi ahvol yo'q dedi. Ma Yun yana savdo urushining 20 yil davomlashish ehtimoli borligini ilgari surib, insonlarning buningga ideya jihatdan tayyorlik qilishi kerakligini aytdi.
Xitoy bo'yicha eng cho'ng boylardan biri bo'lgan Ma Yun 2 hafta ilgari Alibaba guruhining tashkiliy hay'at boshliqlik vazifasidan iste'fo berganligini, lekin Alibabaning ijroiya boshliqlik vazifasini davomlashtiradiganligini bildirgan edi. Shinzo Abe partiya saylamida yana g'alaba qildi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe qaytadan Liberal Demokratik partiyasining raisligiga saylandi. Kyoto agentligining xabarida partiya raisligi uchun o'tkazilgan saylamda Shinzo Abening umumiy ovoz belti bo'lgan 807 biletning 70%ni, ya'ni 553 biletni qo'lga keltirib, raqibi Shigeru Ishabani yengganligi e'lon qilindi. Shinzo Abe saylamdan keyin so'zlagan nutqida amdi asosiy qonunga o'zgartirish kirgizishni muzokara qiladigan vaqt yetib keldi. Kurash amdi boshlandi, kelinglar. Yangi bir Yaponiya uchun hammamiz birlikda xizmat qilaylik degan so'zlarni ishlatdi. Yaponiyada 2012-yildan buyon Liberal Demokratik partiyasining raisligi, shundaqla Yaponiya bosh vazirligi vazifasini o'tab kelayotgan 63 yoshli Shinzo Abe 2021-yili sentabr oyigacha bosh vazirligini davomlashtirgan taqdirda Yaponiyada eng uzun muddat bosh vazirlik vazifasini davomlashtirgan rahbar Taro Katsuradanmo 2886 kun ko'p vazifada o'ltirgan rahbarga aylandi. Shinzo Abening Sharq Turkiston davosini yaqindan qo'llab kelayotgan rahbarlardan biri ekanligi hammalarga ma'lum. Wang Bakri tekshirilishga boshlandi. 21-sentabr Xinhua agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Energiya ministri Nur Bakri Xitoy intizom tekshirish idorasi bilan taftish idorasi tarafidan tekshirilishga boshlagan. Xalqimizga qilgan ig'ir xiyonati, sotqinligi, qonxo'rligi bilan xalqimiz tarafidan Wang Bakri deb atilib sesiq nomi purkatgan Xitoy taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining a'zosi, muavin boshlig'i Xitoy Energiya ministri Nur Bakri qattiq intizomga xiloflik qilish qilmishiga chetilib, Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti, davlatlik intizom tekshirish nazorati va mufattish idorasi tarafidan tekshirilishga boshlagan. Wang Bakri 1965-yili Bo'rtalada tug'ilib, 82-yili Xitoy Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgandan boshlab, izchil turda qandoq idorada xizmat qilsa, shu idorada yochayki sekretari bo'lib ishlagan. 2014-yildan keyin Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komitetining kandidat a'zosi, Davlatlik energiya idorasi partiya guruhining sekretari, Xitoy xalq qurultiyi vakili qatorli xizmatlarni qilgan. Tahlilchilar Wang Bakrining tekshirilishi xalq olamga bir ibrat ekanligini, Xitoy tajovuzchilarining o'zi bilan moslashib Sharq Turkiston xalqiga xiyonat qilayotgan xoin sotqunlardan hamon bir kuni yuz o'rib tashlab etadiganligini, Sharq Turkiston xalqi oldida sharmanda bo'ladiganligini bildirmoqda. Buning bilan qolmay, o'z millatiga xiyonat qiladigan har qanday milliy amaldorning Sharq Turkiston xalqi oldida sharmanda bo'ladiganligini bildirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.